Toshkent viloyati Angren shahrida 15 yoshli qiz 15 donadan ortiq dori vositasini iste'mol qilgani oqibatida shifoxonaga jonlashtirish bo'limiga yotqizilgan. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, ayrim yoshlar dorilarni asl maqsaddan tashqari foydalanib, sog'liqlarini jiddiy xavf ostiga qo'ymoqda. Xususan, bir necha turdagi preparatlarni bir vaqtning o'zida ichish holatlari ham aniqlanmoqda. Mavzu tafsilotlari va xavfli oqibatlari haqida muxbirimiz Muhammad Amir Hayotzoda hikoya qiladi. Ushbu qo'limda turgan dori vositalari aslida tinchlantiruvchi hisoblanadi. Dorixonalarda esa faqatgina retsept orqali sotiladi. Bugungi kunda ayrim yoshlar esa mana shu kabi vositalarni bir iste'mol qilganda 20 donadan ortiq ichib yuborishmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bundan ko'zlanayotgan asosiy maqsad shunchaki mazza qilish. Bir martada bular asosan o'sha terapevtik dozada bir kunda 1-2 mahal ichish kerak bo'lgan dorilarni bittada 10 talab ichyapti. Hozir ayniqsa o'sha 15 yoshar qiz Angrenda yotibdi. O'sha baralgin dorisidan 20 ta ichgan. Og'ir ahvolda hozir kerakli yordamlar ko'rsatilyapti. Endi bu dori vositalari nisbatan o'sha narkotik moddalarga qaraganda ancha arzon turadi. Bu dori vositalarini iste'mol qilganda, misol uchun o'sha qanaqadir bo'shashish, o'sha reallikdan qochish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun bu dori vositalariga sekin-sekin ruju qo'yib, qaramlik keltirib chiqaradi. Butun dunyoda 275 milliondan ortiq aholi narkotik moddalarga ruju qo'ygan. Buning ortidan esa har yili 600 mingga yaqin kishi nobud bo'ladi. Bugungi kunda esa dorixona giyohvandligi epidemiyaga aylandi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu yildan yilga dolzarblashib borayotgan muammo hisoblanadi. Ana shunday dorilarni yosh avlodga shunchaki sotib yuborayotgan ayrim farmatsevtlar esa ota-onalarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishmoqda. Ayrim noinsof aptekachilar bu yosh yigitlarga, qizlarga o'sha psixoaktiv dorilarni retseptsiz sotishi uchrab turibdi. Bular ko'p ichishi oqibatida o'sha dorilardan zaharlanib toksikologiya bo'limiga tushmoqda. Bu qanday dorilar? Bu asosan tutqanoqqa qarshi qo'llaniladigan karbamazepin dorisi yoki o'sha dimidrol dorisi yoki boshqa gabapentin sostavida bor dorilar ko'plab uchrayapti. Murojaatlar ko'payib borayotgani sabab shifokorlar ota-onalarni qattiq ogohlantirishmoqda. Jamiyatdagi ushbu muammoga e'tibor qaratilmas ekan, holat o'zgarmaydi. Bu apteka tarmoqlarida sotilayotgan dori vositalarini qat'iy retsept asosida sotilishi kerak. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda huquq-tartibot organlariga ham o'sha dori vositalarini kirib kelish yo'llarini kamaytirish, yo'qotish. Uchinchidan shu ota-onalarimizga maktab